Bizning havas qilsa orzugidek buyuk tariximiz bor. Buni hech kim hech qachon inkor qila olmaydi. Havas qilsa arziydigan ulug' ajdodlarimiz bor. Havas qilsa arziydigan beqiyos boyliklarimiz bor. Va men ishonaman, nasib etsa havas qilsa arzigidek buyuk kelajagimiz, buyuk adabiyotimiz va san'atimiz ham albatta bo'ladi. So'nggi yillarda O'zbekistonda madaniyat sohasi nafaqat yurtimizda, balki xalqaro maydonda ham yangi bosqichga ko'tarilmoqda. Bu borada amalga oshirilayotgan islohotlarga e'tibor qaratamiz. Madaniyat muassasalarini rivojlantirish yo'nalishi bo'yicha teatrlar, muzeylar va madaniyat markazlari faoliyatini qo'llab-quvvatlash yangi darajaga ko'tarildi. Masalan, bir necha kun oldin yirik ilmiy madaniy maskan sifatida baholanayotgan Islom sivilizatsiyasi markazi rasman o'z faoliyatini boshladi. Xalqaro madaniy hamkorlik kengaytirish yo'nalishi bo'yicha O'zbekiston xalqaro madaniy almashinuvlarda faol ishtirok etmoqda. Masalan, UNESCO bilan hamkorlikda Xiva shahri islom dunyosining madaniy poytaxti 2024 doirasida yirik tadbirlar o'tkazildi. Shu bilan birga o'zbek madaniyati xorijda ham keng targ'ib qilinib, turli davlatlarda madaniyat kunlari, ko'rgazmalar va san'at festivallari tashkil etilmoqda. Milliy merosni asrash va targ'ib qilish yo'nalishi bo'yicha milliy san'at va an'analar keng qo'llab-quvvatlanmoqda. Masalan, baxshichilik san'ati UNESCO ro'yxatiga kiritilib, xalqaro darajada e'tirof etildi. Madaniyatni raqamlashtirish va zamonaviy yondashuvlar yo'nalishi bo'yicha madaniy boyliklar raqamli shaklda taqdim etilmoqda. Masalan, Ichanqal'a bo'yicha virtual sayohat loyihalari ishga tushirildi. Bu islohotlar O'zbekistonning madaniy merosni asrash bilan birga uni jahon miqyosida raqobatbardosh darajada rivojlantirishga xizmat qilmoqda.